Men o'zimni xalifa hisoblayman. Gitse! İçamite! Xalifa Allohning o'rinbosari degan ma'noda keladi. To'xtating shu zamonni, butun tug'ilgan kunim, chiqsin ishqning tumani. Masalan, men Allohga o'rinbosar bo'lishni xohlayman. Sochini pul tarashib, menda esa turibdi. To'yingni ko'nglim. Kimni bo'lasan? Endi Jahongir, o'zi Jahongir Otajonovga e'tibor berishlik to'g'ri emas deb o'ylab qoldim oxirgi paytimda. Shataxot uni harakatlari, shataxot deydi. Nima deyotganini bilmaydi o'zi. Haligi 30 yil zonada yotgan odamlar anekdot aytaverib, anekdotlar yod bo'lib ketgan ekanda. Oxiri anekdotlarni aytib o'tirishmas ekan, raqamini aytishar ekan. Bir desa va deb kular ekan. 35 desa juda uyatsiz ekan, boshqa anaqa derkan. Jahongir ham shunaqa raqam. Jahongir desa odam kuladigan bo'lib qoldi. Uni na dindan saviyasi bor, va na bir shariatni usullarini biladi. Qur'onni o'qiy olaman deyapti. Ovoz chiqaryapti xolos. Qur'on o'qilmaydi. Ma'no aytayapti, o'ziga moslab aytayapti. Mushriklarga tushgan oyatni musulmonlarga tatbiq qilyapti. O'rta Osiyoda ham shunaqa bo'larmikin deb Jahongir chiqdilar. Qo'llarida tor, bir qo'llarida alakimni shapkasi. Instagram do'stlar, ommalashuv degan siyosat bor dunyo maydonida. Ommalashuv, kurasal siyosat deydi. O'sha siyosatni bir bo'lagi. Hammani bir xil fikrlash, hammani bir xil saviyaga tushirish, hammani iste'molchi qilish harakati bu. Bu Netflixdan tortib YouTube, ijtimoiy tarmoqlar, Facebook, Instagram hammasi odamlarning fikrlarini bir tomonga yo'naltirish. Bu boshlang'ich teoriya Amerikadan boshlangan, oxiri borib Amerikaning ham mazasini qochiryapti. Maychi siyosat to'xtatib olmayapti. E'tibor bering, Sarkozy degan jinniroq odamni prezident qilishdi. Mana shu kurasal siyosatni, global siyosatni natijasida tupoy odam, ko'cha odamlari, ziyolilarni oyoq osti qiladigan, haromxo'rlarni boshiga ko'taradigan siyosat. Ukrainada bitta artist prezident qilindi. Mana shu siyosatning natijasida. O'zlarini xohlaganini qo'ydirishib, xohlagan bir siyosat qilmoqchi bo'lishdida. Artist siyosatni ko'chasidan o'tilmagan, na bir parlamentga, na bir deputatlikka, na bir siyosiy partiyaga aloqasi bo'lmagan Zelenskiy degan bitta goluboy parvarni olib kelib o'rnatib qo'yishdi. Ukrainani jar yoqasiga olib kelib qo'ydi hozirgi kunda. Ukraina xalqi nima aybi bor edi? Ukraina xalqi bilan rus xalqi qarindosh bo'lsa, qoni bitta bo'lsa, tagi bitta bo'lsa, buni qasddan qilishdi. Aylanib o'rgilib Biden degan prezident qilishdi. Amerikaga ham urdi bu ta'sir. Amerikaga ham. Biden bir gapni gapirsa, oxirini tugatib qo'yadi. Topolmay qoladi. To'g'ri ketayotganda orqaga yurib ketib qoladimi? Bir joydan chiqayotganda yiqilib tushadimi? Gapirgan gapini bilmaydi. Nima desa, mana shu ahmoqlar jamoasini osmonga ko'tarish bu. Italiyada Berlusconi degan ko'cha mafiyasini prezident qilishdi. Ko'cha mafiyasi prezident bo'ldi, bosh vazir nima bo'ldi, boshliq bo'ldi xullas. O'shani osmonga ko'taradi, ziyolilarni oyoq osti qiladi. Ziyolilarning ustidan kulgan sari Berlusconini osmonga ko'tarishaverdi. O, bratan qilib. Mana shu siyosatning natijasi. Hozir Italiya shu taxminan 15 yildan beri 10 yil atrof bo'ldimi? O'zini eski ziyoli statusiga qayta olmayapti. Tashvish bor, muammo bor. O'rta Osiyoda ham shunaqa bo'larmikin deb Jahongir chiqdilar. Qo'llarida tor, bir qo'llarida alakimni shapkasi. Bu qo'larmikin deb o'ylayapti-da, bo'lish ehtimoli yo'q emas-da. Mana shunaqangi to'poylarni, mana shunaqangi jinni turuqlarni jamiyatlarning tepasiga olib kelinsa, kurasal siyosat yuradi. Kurasal global siyosat, globalistlar siyosat. Dunyoning hamma joyini
bir xil fikrlash. Instagram ham shu, bir xil fikrlash. Reels video bilan miyalarni charchitib tashlash. Fikrlamasin, ixtiro qilmasin, kashfiyot qilmasin, o'tiraversin Reels videoda. Maqsad shu. Buni ta'minlashadi, reklamalar hammasi shunga yo'naltiriladi. Qorningiz ochmi, vaqtingiz yo'qmi? Ha, fast food. Tezda ovqatlanasiz. Chanqayapsizmi? Cola, Pepsi. Hech yoqqa qarab o'tirmaysiz. Yeb, ichib o'tirib mana shunaqa hayot o'tib ketaverasiz. Dunyoni o'sha kurasal siyosatda tepasidagilar biz boshqaramiz degan rejasining tagidagi lab. Shu narsalardan ehtiyot bo'lish kerak.